Любовь на показ. В ролях Чаглар Эртугрул, Бурджу Озберг, Бинян Дёнмес, Неше Байкент, Танер Румели, Угур Узунел, Серкай Тютюнджу, Зайнеп Тукчебаят. Режиссер Сердар Гезеликли. Продюсер Фатих Энес Амероглу. Aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz, kötü kız olmazsan. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz, kötü kız olmazsan. Xo'sh, oyi, nima deysiz? Bilmasam. Oyijon, nimani bilmaysiz? Singlimiz turmushga chiqadi, oila quradi deyapmiz-ku, zo'r-ku. Yana mahallani eng boy xonadoniga kelin bo'lib boradi. Haliyam nimani o'ylayapsiz, tushunmayapman. Qarang. Qoyil, ochig'i barakalla kelinoyi. Qasam ichaman, ichimdagini topdingiz, to'g'ri aytyapsiz. Men ham kelin bo'laman. Yana ko'p marta yerga tegaman. Doim kelin bo'lib yuraman. Tavba, astag'firulloh. Oyi, siz bularni qo'ying. Xo'sh, nima deysiz? Ayting. Qizim juda chiroyli. Sabri esa shunday sal xunukroqda. Voy, oyijon, bunaqasini birinchi bor eshitishim. Erkak kishidan chiroy qidiriladimi? Erkak kishining fe'liga qarash lozim. Bu Sabri ajoyib bola, susurdek yigit. Ha, oyijon, nima deysiz? Ha, nima deysiz? Kelinglar, yana biroz kutib qolaylik. Nimani kutamiz, oyijon? Balki boshqa serialdan taklif tushar. Balki biror kelishgan qahramon uni izlab qolar. Aka, nimani kutyapmiz? Endi siz hal qilishingiz kerak, aka, siz. Endi bu uyda kattasiz siz, aka. Ha? Meni go'zal singlim keldi, o'zimning ayshim. Tinchlikmi? Tinchlik, akasining guli. Hammasi joyida, meni go'zal singlim, Singiljon, kel. Shu yerga 1-2 daqiqaga o'tir. Kel, akang senga bir nima demoqchi. Nima bo'ldi o'zi? Kel, Singiljon, kelaver, kel, shu yerga o'tir. Mayli, qizni qistamanglar. Singiljon bor. Usti boshingni almashtirib keyin kel. Qani, bora qol. Mayli, shunday bo'la qolsin. Next to Rihanna. Or forget Rihanna. We're better than her. Okay? Power. Repeat after me. Modamu.net. Visit us. Modamu.net. Kun yomon boshlandi, lekin oxiri baxtli yakunlandi. Jim bo'l, hammaga sharmanda bo'ldik. Voy, xudo haqqi Muhsinbek, yana bir marta yaxshi tomonini ko'ring-chi. Bola sizni qo'yningizdan olish uchun nimalar qilayotganini ko'ryapsizmi? Menga o'z o'g'lim haqida cho'pchak to'qima. Jayda. Kayfiyating yo'q, nima bo'ldi? Biror gap o'tdimi? Yo'q, hech narsa. Oying tufayli biroz xafa bo'ldim. Menga bularning o'rniga ikkita muqobil variant toping, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, Jayda xonim. Shoshma, oyimga nima bo'ldi? Nimadir bo'ldi? Seni deb xafa, Kerim. Axir doim sariq matbuotda ikkinchi darajali yangiliklarda chiqib yurishing uni xafa qiladi. Bunday qilmasang-chi. Bu nima deganing endi? Yo tavba. Dadangni ko'zi bizda, og'ayni. Menga qara, oxirgi paytlarda boshingga bir balo yog'ilish kerak edi o'zi. Kel, shu paytda ko'p sakramay turaylik. Mana shu ish bitsin. Xo'sh, u yoqda nima gaplar? Kutayotganlar ovozi 30 ming to'labdi. Ulardan 110 tasi xaridam qilarmish. Zo'r-ku. Zo'r. Juda yaxshi. Ajoyib. Yur dadamga aytamiz. Dada,
Maktublar kela boshladi. Hammasi yaxshi ketyapti. Taxminimizdan ham ko'proq fikrlar bo'ladi. Ko'ramiz, bir dunyo pul sarfladik, otgan toshimiz cho'chitgan qurbaqamizga arzir. Dadamga raqamlarni aytasan-a? Xo'p bo'ladi. Shoshma, bir daqiqa. O, muxbir qiz. Salom. Yaxshimisiz? Rahmat, minnatdorman. Nima? Rostdan-a? Albatta. Tushundim. Yo'q, albatta. Farqi yo'q. Yaxshi. Mayli, rahmat, minnatdorman. Ko'rishguncha. Intervyumizni kelasi haftaga qoldirishdi. Voy, nimaga? Ha, nimaga? Chunki Kerembey haqidagi xabar 15 daqiqa oldin internetga tushdi va 5 daqiqa ichida trendga chiqdi. Ertaga ertalab gazetalar uni birinchi sahifada bosib chiqarishadi. Shuning uchun intervyu qoldirildi. Sharmanda sharmsor bo'ldi hashtagi bilan birinchi o'rinni egalladi. Ayni paytda bu qizni hayotiga ham ta'sir qildi. Qiz o'zini o'ldirib qo'ymasa edi, ertalab nimalarnidir Nimalar o'ldirayotgandi. deyapsiz dadasi? Dada, xudo asrasin, unaqa gap yo'q, hali ko'rasiz. Biz zo'r aktrisaga duch kelibmiz xolos. Jurnallar ham u kimligini bilib olishadi. Bundan tashqari reklamaning yomoni yoki yaxshisi bo'lmaydi. To'g'ri. Asabimga tegma, jim o'tir. Sendan zo'rroq aktyor bormi o'zi? Meni sharmanda qilding. O'zimni o'ldiraman. Ko'ramiz endi vijdon azobida qanday yasharkinsan. Nima bo'ldi o'g'lim? Biz Volkan bilan shoshilinch ketishimiz lozim. Qani Volkan? Kerim, qayoqqa? Volkan? Modalar namoyish tayyor. Hammasi rejadagidek ketyapti. Joyda hammasini nazorat qilyapti. Mayli, eplayman-u, lekin Ana juda soz. Shoshma, yaramas. Necha oydan beri onlayn namoyish deb miyamizni yeding. Endi qayoqqa Bir ketyapsan? do'stimizga kerak bo'lib qoldik. Biz boraylik, qani Volkan ketdik. Bor, yaramas. Ertalab 8:30da askardek tayyor bo'lib tur. Aynan qiz o'zimni o'ldiraman deb xabar yozibdi. Nima? Qara. Muhsin amaki, men necha oydan beri shu namoyish ustida ishlayapman. Siz umuman xavotir olmang. Hammasi meni nazoratimda. Pullarimiz havoga uchdi. Onlayn namoyish emish. Aka, nima bo'ldi? Yomon gap yo'qmi ish qilib? Yomon deydi-ya. Singiljon nega yomon bo'lsin? Bugun Arafa desam ham bo'ladi, ertaga o'zing tushunib olasan. Qara, yana omading rosa kuldi. Uka, jim bo'l. Ha? Singiljon. Bugun Kadir amaki qahvaxonaga keldi. Qadram aka? Sabrining dadasi. Noxush voqea bo'ldi, lekin keling unutaylik, yoshlar baxtsiz bo'lmasin deydi. Xullas, ular kelib Yaratganning irodasi bilan qo'lingni so'rashmoqchi. Biz oyijonim Bo'lmaydi aka. Yashang amma. Bo'ladi gulim, sen xavotir olma. Akam rozi bo'lib bo'ldi. Bu ish bo'ladi. Men rozi emasman. Unga tegmayman. Nimaga? Boshqa birortasi bormi? Hoy, Kelinoyi, xudo asrasin. Qanaqa boshqasi? Hech kim Unda yo'q. yana nimani kutasan? Yoshing ham o'tib qolyapti. To'g'ri, ammajon, turmushga chiqing. Kelin bo'lishda yaxshi. Eringiz bo'ladi, u sizni quchoqlaydi, sovg'alar beradi. Nazmiya bola nimalar deyapti? Nazmiya, sen qanaqa onasan? Bu bolaga shu maqalda bu yerda nima bor? Tur qizim, Menga ishkarda qara, ko'p aqllilik qilma, xo'pmi? Erkut akangning xonasiga kir. Aka, men turmushga chiqmayman. Unga turmushga chiqishni istamayman. Hamonki turmushga chiqmas ekansan, unda nimaga begona erkak bilan uchrashib yuribsan? Aka, qanaqa uchrashuv? Hech qanaqa uchrashuv yo'q. Borda. Ertalab uchrashuv burchaklarida pichir qilib gaplashib turganmishsan. Axir butun mahallani tilidan tushmay qoldingiz. Akangni qotil qilmoqchimisan, singlim? Yaramas. Bilib qo'y. Senlarni bir balo qilib qo'yaman. Aka, to'g'ri gaplashdim. Lekin unday gaplashdim. Voy, men o'lib qo'ya qolay. Yigit bilan yurasan-u, yana kelmasin deyapsanmi? O'sha qaragani uchun akang sal bo'lmasa bolani o'ldirib qo'yay dedi. Yaramas. Qanaqa ishqibozlik la'nati. Kerak emas. Ishqibozlik emas uka. Ishqibozlik nimasi? Akajon, to'xtang. Ammo oyijon akam ham haq. Biz uni baxtli bo'lsin, oila qursin deya harakat qilyapmiz. U bo'lsa nima qilyapti? Xayolida ko'ngil xushlik. Bir gadoyning orqasidan yugurib Hech yuribdi. qanday ishqibozlik yo'q. Gaplashdim, lekin xafa bo'lmasin deb gaplashdim. Aslida men xafa bo'ldim. Men la'nati shunday Xudoga qilding-da. qilsam, kecham meni tushunmaysiz. Akangiz sira ham rahmi kelmaydimi? Olib kel, gaplashib olamiz. Qilmaylar. Mushishida yuvosh-ku. O'g'lim u yuzimizga oyoq qo'yarmidi? O'ylamay ish qilarmidi? U senga rahmatli dadayning omonati, singling. Yo, mayli oyijon. Agar u bizni singlimiz bo'lsa, gapimizni eshitsin, biz ham bu yerda unga yaxshi bo'lsin deya Jim gapiryapmiz. bo'l.
Eshikni ochiq qoldiribdimi? Rostdan qilibdi. Og'ayni, qiz o'zini o'ldiribdi. Yo'q. Ko'zingni och. Ko'zingni och. Yordam ber, nimaga qarab turibsan? Men o'liklarga qo'l tekiz olmayman. Bo'lmagan gapni gapirma. Tomirini tekshirdim, hali tirik. Yaxshi. Ichgan dorisi yonida. Ol og'ayni, o't. Qana? Tur. Biz tamom bo'ldik, tamom. Tezroq mashinaga. Qana ketdik. Tamom bo'ldik og'ayni. Bu safar rosa tamom bo'ldik. Kel. Qani. Mana shunday. Doktor bormi? Zambil. Iltimos o'lma. Muhsin amaki bizni yo'q qiladi endi. Olib kel. Oy. Doktor, u dori ichibdi. Menga xabar yozdi. Ichkariga olib kiring. Tezda olib kiring. Qanaqa dori ichgani ma'lum? Mana shu. Ish qilib me'yordan oshib ketmagan bo'lsa. Bu nima degani? Uni qutqarasiz-ku, to'g'rimi? Qo'limizdan kelganini qilamiz. Agar Muhsin amaki bilsa biz tamom bo'ldik. Og'ayni kim xohlasa bilsin, faqat shu qiz qutqarilsa bo'lgani. Menga qara. Bu odam sen tufayli bir marta qamoqqa tushdi. Men uni yana u yerga jo'nata olmayman. U nimani xohlasa shuni qil. O'zing ham kuyma, erimdan ham meni ayirma. Kelinoyi nima qilay? O'zim sevmagan odamga turmushga chiqaymi? Boshqasi bormi? Yo'q. Boshqa hech kim yo'q. Boshqasi yo'qmish. Qancha vaqt o'tdi? 3 daqiqa oldin ham so'radingmi og'ayni, 1 soatcha bo'ldi. Menga qara. Agar u yerdan yaxshi xabar chiqsa, sen guvohsan, men boshqa hech qachon hech kimning yuragini parchalamayman. Mana shu yerga yozib qo'ydim, xo'pmi? Hech qachon. Tamom. Eski keram endi yo'q. Senga ustam aytyapman, og'ayni qilma deb. Rostdan kerak emas. Boshingga balo yog'iladi deyapman, ehtiyot bo'l deyapman. Bilasanmi bugun dadam nima dedi? Sen yengiltaklik deb yurgan narsani odamlar sevgi deb ataydi. O'shanda e'tibor bermagan edim, endi tushunyapman. Bu haligi xo'p, kuldik, o'ynadik, kechir, xayr deyiladigan ish emas ekan. Qiz joniga qasd qildi og'ayni. Agar bu chindan ham oshkor bo'lsa, ana o'shanda meni asl bashiram ochiladi. Yo'q og'ayni, yo'q. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi og'ayni. U chiqadi tez orada, hammasi yaxshi bo'ladi. Tuzalib ketadi. Rahmat. To'xtang. Bir daqiqa. Uni qayoqqa olib ketyapsiz? O'likxonaga. Og'ayni, tamom bo'ldik. Og'ayni, endi nima qilamiz? Tamom, og'ayni. Darrov chetlarga qochish kerak. Ketish kerak. Qo'yganamiz. Kim ekan bu? Ferdi Alaskar, ko'p a'zolar yetishmovchiligi, ya'ni qarilik. Xudo sabr bersin. Alloh rahmatiga olsin. Volkan, nima bo'lyapti? Bu nimasi? Nima bo'lyapti og'ayni? Mayli, shu oxirgisi bo'lsin. Og'ayni, mayli. Doktor, u qutqarildimi? Qutqarildi deng. Qutqarildi. Bizga e'tibor qilmang. Ortda qolgani rost bo'lsa. Xayri. Ana, kel. Qutqarildi. Qutqarildi og'ayni. Faqat boya aytgan gapim jiddiy edi. Sen guvohsan. Menga qara. Xo'pmi, shu daqiqadan boshlab eski keram yo'q.
qiz qutqarildi, bundan muhimroq narsa yo'q. Xo'pmi? Qutqarildi og'ayni, hech qanday muammo yo'q. Ha. Nima bo'ldi? Nima deyapti? Avval o'zingizni bosing. Nima bo'ldi, Nazmiya? Menga qara, aytinglar. Meni jinni U bir qilmanglar. it bilan topishib olgan. Nima? Kim o'sha it? Yo'q, Rizo, jonim chiqib ketadi, bunaqa qilmang. O'zi hech narsa demadi, deyapman-ku. Nazmiya, kim o'sha it? Bilib qo'y, men ularni To'xtang, o'ldiraman. avval eshiting. Gapir, eshityapman. Menga hech narsa demadi. To'g'rirog'i yo'q dedi. Lekin xonadan chiqishim bilanoq darrov xabar jo'natdi. Qo'rqyapman, Rizo, bunaqa qilmang. Gapirganimga pushaymon qildirmang endi. Nazmiya, kim o'sha it? U hech narsa demadi, deyapman-ku. Taxmin qilyapman. Agar yaxshi odam bo'lganida bizga aytardi. Biz ham kelib so'rasin derdik. Demakki, bu siz jahlingiz chiqadigan odam. Ha, shunaqa. O'sha telefonni olib, kimligini bilishni o'zim bilaman. Keyin nima bo'ladi? O'sha itni o'ldirasizmi? Qamoqqa tushsangiz biz nima qilamiz? Oyingizni aqli joyida emas. Erkutni o'ziga ham foydasi tegmaydi. Men Guldek singlingizga qarab o'tiramanmi? Nima yeb, nima ichamiz? 6 oyga qamaldingiz. Sal bo'lmasa qahvaxonadan ayrilay dedik. O'zingizni bosing endi. Men ertaga bu ishni hal qilaman. Hammasini joyiga qo'yaman, muammo yo'q. Qani yuring, uxlaymiz. Uxlaymiz deysanmi? Uxlaymiz, yuring. Nazmiya, quymoq qayerda qoldi? Ozroq sabr qiling, mana tayyor bo'lyapti. Qizim, bir tishlam yeb olsang-chi. Yo'q, oyijon. Ishxonada yeb olarman. Biroz to'xta. Hozir ishga borasan-u, ishdan bo'shadim deysan. Aka, axir oyi siz nimadir deng? O'g'lim, quloq sol. Sen Oyijon, hozir siz aralashmang. Dadam ham shunday qilgan bo'lardi. Endi gapim ustiga gap eshitishni xohlamayman. Ishxonaga borasan, hisob-kitobingni qilasan, Muhsin amaki bilan xayrlashasan-u, to'g'ri uyga kelasan. Shu daqiqadan boshlab mendan beruxsat uydan bir qadam chiqmaysan. o'g'lim, to'g'ri qildikmi To'g'ri kina? qildik, oyi. Ol qizim. Mana shunday. Ana shunaqa. Qat'iyatli, aniq. Arslon akam, siz borsizki, bu xonadonda biz yiqilmaymiz. Bilib qo'ying, hech qachon. Yetar, yaramas. Stolni uraverma.
Dada, bobom bo'lsa shunday qilarmidi? Ovqatingni ye qizim. Xayrli tong, jonon. Xayrli tong, Kerimbek. Xo'sh, qani ular hali turishmadimi? Yo'q, uyg'onishmadim. Nonushta 10 daqiqada tayyor bo'ladi. Demak, shunchalik kech yotisharkan-da, yana menga gapirishadi. Xohlasangiz sizga hozir Yo'q, kerak emas. Men atelyega ketyapman. Agar so'rashsa aytarsan, xo'p? Xo'p, Kerimbek. Opa, bu mahalliy mahsulot. Agar nabirangiz yoki biror kimingiz bo'lsa, ustida sakrasa hech narsa qilmaydi. Sifatli narsaga o'xshaydi. Dada! Xush kelibsan, Risa. Kel o'tir, senga choy aytaman. Yo'q aka, o'tirmayman. Ishchim yolg'iz qoldi. Men oyim bilan gaplashdim. Kechqurun kelaveringlar. Rahmat uka. Kechqurun sizlarnikidamiz. Sen ham endi menga ukamdek bo'lib qolding. Endi hammasi Yaratganning xohishi bilan. Xayrli bo'lsin aka. Rahmat. Ishlarga rivoj. Rahmat. Rahmat dadajon. Shu daqiqadan boshlab siz nima desangiz shu bo'ladi. Mayli. Qani bor. Mijozlarga qara. Mana bular yotoqxonaga kirmaydimi? Kiradi opa, kiradi. Rahmat, minnatdorman. Rahmat, salomat bo'ling. Samiyat, iltimos, anavi bo'lakni uzatib yuboring. Shunimi? Yaqinroq. U yerdan yaxshi eshitolmaysan. Kelbamisan, nima balo? Xayrli tong, yoqimli ishtaha. Xayrli tong. Xayrli tong. Kerim afandi turmadimi? Bolalarga aytamiz, hozir uyg'otishadi. Yo'q, ovora bo'lishmasin, qaradim. U turish uchun kechasi kelmagan ham. Iya. Kelmadimi? Demak, kechagi masala jiddiy ekanda unda dadasi. Dadam har doimgidek gapiradi, keyin unutadi deb o'ylayapti. Lekin bu safar unutmayman. Avval mashinasini olib qo'yaman, keyin kredit kartalariga cheklov o'rnataman. Keyin esa uni atelyega askar qilib jo'nataman. Ko'rib qo'ysin. Kerimbek ertalabdanoq chiqib ketgan. Atelyeda bo'lishini aytdi. Bizni kerakmi? Bizni kerakmi? Ha, janob. Ay, Samiyat, to'tiqishga o'xshamang. Bu yigit o'z aqli bilan sizni yangi ishni egasi qildi. Shu ham kam. Yangi g'oyalar o'ylab topdi. Bu ham kam. Kechagi virtual namoyishga bir qarang. Sotuvchilar kutilganidan ham oshib ketdi. Lekin hali ham ishonmaysiz. Ana Arslon o'g'lim ishga ketibdi. O'z ko'zim bilan ko'rmagunimcha aslo ishonmayman. Bu yerda boshqa gap borligi aniq. Qolaversa xonim, seni o'g'ling loyiha o'ylab topadi-yu, lekin ularni amalga oshirishga vaqt topolmaydi. Chunki u dangasa. Yo'q, noto'g'ri bo'ldi. Shu zamonda ham kimdir hisob-kitobni shunday yuritadimi? Agar vaqtida buni kompyuterga kiritganingizda, buni ham men qilishim kerakmi? Menga qara, sen akalaringga o'sha sabri bilan umuman ishing yo'qligini aytmadingmi? Qo'shnilardan kimdir sabr bilan gaplashib turganimni ko'ribdi. Senga aytgandim. Rahmiy kelganidan borib o'sha ahmoqqa gapirding. Boshingga nima balo tushsa, hammasi o'sha yaxshilik qilishga urinishing tufayli. Chindan ham hozir ishdan bo'shamoqchimisan? Boshqa nima ham qila olaman? Voy qiz, nega o'zingni xo'rlatib qo'yasan? Yoshing nechida? O'sha uydan qochib ket. Gonja, bu shunchalar osonmi? Oilamni qanday tashlab ketaman? Ulardan qanday voz kechaman? Men qanday tashlab ketdim? Juda ham oson. Gonja, sen tashlab ketgan oilang onang bilan singling alohida uyga chiqqanimish. Agar senda ham unikidek akalar bo'lganida ko'rardim. Bunday qilish olmasdi. Menga rahmi kelmaydiganlarga meni ham rahmim kelmaydi. Hozir shoshmay tur. Mayli. Haligi yigit seni sevmaydimi? O'sha Berg bilan gaplash, masalani hal qil. Uchrashamiz.
ishdan keyin uchrashamiz ustam. Na oilamdan, na Berkdan voz kechishni istayman. Oshirib yuboryapsan. Ko'nglimni ko'chasi. Hamma narsa birdaniga bo'lmaydi axir. Nega bo'lmas ekan? Men hammamiz birga baxtli, tinch yashashni istayman. Nimaga bo'lmas ekan? Bu shunchalar qiyinmi? Qiyin. Berk bilan tanishganingga qancha vaqt bo'ldi? 6 oy, shundaymi? U o'qiyapti. Senga uylanishini kutyapsanmi nima balo? Yaxshisi undan umid qilmaganing ma'qul. Keyin yana oilang bilan baxtli, tinch yashashni xohlaysan. Sen uchun olam guliston bo'lishini xohlaysan. Afsuski, borib o'sha Sabriga turmushga chiqasan. Uf. Biz ur desak sen o'ldir Sen ham deyapsan. Gonja, sen ham menga bor Sabriga turmushga chiq deyapsanmi? Azizam, men buni eng yaqin dugonang bo'lganim uchun aytyapman. Do'st achitib gapiradi. Boshqa ilojing bormi? Yo'q. Menga qara, borib o'sha Sabri bilan turmush qurasan. Mahalladagi eng boy yigit emasmi u? Qolaversa yolg'iz farzand. Bu yigitni nog'orangga o'ynatib xohlagan qo'yinga solasan. Kallangni ishlat. Agar yolg'iz o'zing hayot qurishga jasorating bo'lmasa, shunday qilishingga to'g'ri keladi. Afsuski shunday. Biroz o'zingni birinchi o'ringa qo'yishni ham o'rganda. Agar issiq bo'lsa, dunyo yonib ketsa ham menga baribir de. Berk haqidagi xayollarni ham kallangdan chiqarib tashla. Lekin Berk bilan bir-birimizni sevamiz. Aysha. Qizim, buxgalteriya bilan gaplashdim. Qachon xohlasang bor, hisob-kitobingni yop. Xo'p, Hamid amaki. Katta rahmat. Sog' bo'ling. Senga ham rahmat qizim. Men borib Muhsinbek bilan xayrlashaman. Keyin gaplashamiz. Xabarlashamiz. O, xush kelibsan. Muhsinbek yo'qmi? Xush kelibsanga javob yo'qmi? Quloq sol, sen bilan adabada aytishga kayfiyatim yo'q. Muhsinbek yo'qmi? Kel sen bilan kelishib olsak, xo'pmi? Eshikni yopib bu yoqqa kel. Menga qara. Boshqa senga tegmayman. Va aftidan men bu yerda bir muddat qolaman. Ammo iltimos, sen ham menga xuddi zahar sochganda javob qaytarma. Chunki boshliq bilan bunday gaplashish yaxshi emas, xo'pmi? Mayli. Nima gap? Menga aytsang ham bo'ladi. Muhsinbek yo'q. Agar senga aytish mumkin bo'lganida, u siz ham aytgan bo'lardim. Salom Muhsin amaki. Men siz bilan gaplashgani kelgandim. Nima bo'ldi qizim? Yuzingda rang yo'q. Yo'q. Men ishdan bo'shayapman. Siz bilan xayrlashmay ketmay degandim. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Tinchlik. Akalarim shuni istashyapti. Bir muddat ishlamay turaman. Aysha, yo bo'lmasa yaxshiroq joy topdingmi? Nimalar deyapsiz Samit aka? Yo'q. Qizim, seni kimdir xafa qildimi bu yerda? Yo'q. Bu yerga aloqasi yo'q, Muhsin aka. Shunchaki bir muddat ishlamayman. Yaxshi. Agar shunday desang, demak shunday. Xayrli bo'lsin. Agar senda biror haqimiz bo'lsa, hammasini kechdik. Sen rahmatli askar do'stimning omonatisan. Men undan ham, sendan ham faqat yaxshilik ko'rdim. Agar fikringdan qaytsang, bu joyning eshiklari sen uchun ochiq. Rahmat Muhsin aka. Qo'lingizni o'psam maylimi? Mayli qizim. Qizga nima qilding? Qaysi qizga? Menga qara, o'zingni bilmaganga olma. Hech kimga hech narsa qilmadim. Shoshmang, qaysi qizni aytyapsiz? Aysha. Ayshaga nima bo'ldi? U sizga nima dedi? Qiz ishdan bo'shadi. Ishdan bo'shadi. U ishdan ketibdi. Mayli kuya, buni menga nima aloqasi bor? Yaramas, sen bu yerga 2 kun kelding-ku. Shuncha yil tinchgina ishlab yurgan qiz ketib qolyapti. Qolaversa, kecha yonida kulib turganingni ko'rdim. Menga qarang, Kerimbek. Agar siz atrofimda o'rlashaveradigan bo'lsangiz, menimcha bunga hojat yo'q. Ammo agar siz men xo'jayinman, istaganimni qilaman desangiz, unda men sizga ishingiz boshingizda qolsin deyman-u. Ishdan ketaman. Ha, endi dada meteorit tushsa ham meni ayblaydigan bo'ldingiz-a? Qarang, tong sahardan ishimga kelgandim va baribir yoqa olmadim-a? Albatta, tong sahardan kelding-da. Agar aybdor bo'lmaganingda bu yerga kelmasding. Qoyili. Kelsam bir balo, kelmasam ham bir balo. Dada, kelsa bir balo, kelmasa bir balo.
Hamma yoqni sochib yuboribsan. Bu yerdan nima qilyapsan o'zi? Sochdim chunki hammasi aralashib ketgan. Shu zamonda ham kimdir hisob kitobni shunday yuritadimi? Ularni tartibga keltiryapman. O'g'lim, Muammer shuncha yildan beri shunday qiladi. Avval yozib chiqadi, ularni oladi, keyin kompyuterga kiritadi. Endi uni tartibini buzmaylik. Mayli-yu, lekin bu bekorchi ish-ku. Bechoraga ham axir osonroq yo'li bor. Lekin u meni 40 yillik hisobchim, unda na kamomad, na xato bor. Ko'nglini og'ritib qo'ymaylik. Yo'q, xavotir olmang dadajon. Unga bu usul ham yoqadi. Yaxshi, unday bo'lsa, ehtiyotkorlik bilan qil. Albatta dada, siz xavotir olmang. Kechirasiz, iltimos, o'tiring. Yo, ishlayver. Sen ishlayver, xayolingni bo'lma. Men baribir aylanib bir qarab chiqaman. Kelaman. Choy aytaymi? Yo, ichmayman. Men ham tugatib boraman. Mayli, ishingga rivoj. Sen bilan bunday bo'lmaydi. Chunki men bunga yo'l qo'ymayman. Akamni tanimaysan-da. Akang ham sen turmushga chiqib baxtli oila bo'lishini istamaydimi? Yaxshi, unda shunday bo'ladi. Men hozir borib dadam bilan gaplashaman. Seni tashab qo'ymayman. Sen hozir uyga bor, mendan xabar kut. Men dadam bilan gaplashib yoningga qaytaman. Qo'rqma. Sen yolg'iz emassan. Volkan, aylanma, boshim aylanib ketdi. O'sha dasturchilarga qo'ng'iroq qildingmi? Qildim. Ertaga uchrashuvga kelishadi. Surgundagi-yu. Yana Muhsin amaki ko'rib qolmasin. Nima bo'ldi? Amnistiya chiqdimi? Keyingi paytlarda menga piching qilyapsanmi yo menga shunday tuyulyaptimi? Keyingi paytlarda seni ayrim ishlaringni hal qilyapman. Masalan, onlayn namoyish. U ancha muvaffaqiyatli o'tdi. Lekin men hatto rahmat ham eshitmadim. Men nohaqmanmi yo menga shunday tuyulyaptimi? Onlayn namoyish uchun rahmat. Ammo shaxsiy hayotim haqidagi fikrlaringga kelsak, bu faqat menga tegishli. Kelishdikmi? Kelishdik. Kechirasan, boshqa qaytarilmaydi. Qadrli odamimni sariq matbuotda yangiliklardan chiqib yurishidan boshqa xafa bo'lmaslikka harakat qilaman. Mayli, Kerimbey. Hech qisi yo'q. Mayli. Unda yaxshisi men sizga qahva olib kelaman. Og'ayna, senga oxirgi paytlarda sal ehtiyot bo'l, boshingga balo yog'iladi deyapman-ku. Men o'sha balo nimaligini topdim. Bu joyda. Nimalar deyapsan? Jumboqli gapiryapsan. Menga qara, eslab qol. Bu qiz senga jiddiy yopishib olgan. Axiri seni qarmoqqa ilintiradi. Kimlar kelib, kimlar ketmadi-ya. Men shunchaki do'stlik burchimni bajaryapman. Keyin nega bunday bo'ldi dema. O'zing bilasan-ku, men bu ishlar bilan allaqachon xayrlashganman. Ya'ni qasam ichganim uchun endi tinchroq, xotirjamroq hayot kechiraman. Bir gap bor, og'ayni. Echkini qasami xushxonadan chiqquncha deyshadi. Ko'ramiz seni qasaming qancha davom etar ekan. O'ylab qoldim. Agar shu qarorni avvalroq qabul qilganimda edi, atelyedagi qiz ham ishdan ketmagan bo'larmidi? Unga nima qilding? Sport zalga boraylik, o'sha yerda aytib beraman. Bu qiz bilan qayerda tanishding? Paromda. Ayshi dugonasi bilan kelib to'g'rimga o'tirdi. Aslida Ayshini yonidagi dugonasi menga gap tashladi, lekin men ko'zimni Ayshidan uzolmay qoldim. Qanchadan beri birgasizlar? 6 oycha bo'ldi. Maktabni tugatgan xolos. Lekin sirtdan o'qiyapti, 2 yil qoldi. Aslida Hajitepaga ingliz tili menejmentiga kirgan, lekin akasi boshqa shahar bo'lgani uchun ruxsat bermagan. Tushunib turganingizdek aqlli qiz. Buni ustiga ishlaydi. Ishlashini aytding. Aqldan ozganmisan, o'g'lim? Hatada men sevim. Bo'l. Ichkariga kir.
Shuncha sharoitni kimga yaratdim? Eski ishxonamda menga nima yetmayotgandi? Stomatologiyani bitirib, yonimga kelasan deb o'ylagandim. To'g'ri dada, nima uylanish bunga xalaqit Hali beradimi? ham tushunmayapsan, shundaymi? Bunday bo'lmaydi. Sen g'irt tentak ekansan, o'g'lim. Men stomatologman. Oying qayerda ishlaydi? Bu nimasi endi? Oying arxitektor. Tushundingmi? Uning otasi iste'fodagi sudya, biznikilar o'qituvchi. Seni xotining qayerda ishlaydi? Tikuvchilik fabrikasida ishchi bo'ladi, shundaymi? Tushun, seni qaynog'alaring singlisiga o'qishga ruxsat bermagan ikkita telba. Endi esa uni majburlab erga bermoqchi. Seni qaynonang o'qish va yozishni biladimi, yo'qmi, bu hali noma'lum. Biz qayerda yashaymiz, ular qayerda yashaydi. Men senga kelajakda eshitadigan gapingni oldindan aytaman. Madaniy farq tufayli ajrashishdi degan gapni bilasan-ku. Aynan mana shu narsani boshingdan o'tkazasan. Shu qizga uylansang, senga ko'pi bilan 1 yil beraman. 1 yil. Qolaversa, baxtli ham bo'la olmaysizlar. Yana bir gapni aytay. Bizni unut. Men qiz so'ragan u yerga bormayman. Kelibsan jonim? Xush ko'rdik, oyijon. Qani Aysha, nimaga qarab turibsan? Kiyimingni almashtirib bizga yordamlash. Nima bo'lyapti o'zi? Seni so'rab kelishyapti, Aysha. Aytadilar-ku, boy tog' oshibdi, kambag'al tanish yo'lda adashibdi deb. Ularni puli bor-da, hamma narsani darrov bo'lishini xohlashadi. Oyijon, Jonim, gaplashdik-ku. yana qancha? Biram noz qilding? Mebel do'koni bor, katta uyi bor. Sen ularga kelin bo'lib boryapsan-u, yana nolayapsan-a? Men hech qayoqqa kelin bo'lib bormayman. Oyijon. Oyijon, bir nima deng? Obbo, ertalabdan beri shu uyni tozalayman deb bo'lib bo'ldim. Men hozir akasiga qo'ng'iroq qilaman. Hammasi darrov hal bo'ladi. Yo'q, yo'q. O'zim gaplashaman. O'g'limni jahlimni chiqarma. Bunday qilma, go'zal qizim. Nimaga bunday qilmay, oyijon? Yoqtirmagan odamimga turmushga chiqamanmi? Shunaqa ham bo'lar ekanmi? Albatta yo'q. Menga qara. Bilasanmi, men dadangni yuzini birinchi marta to'yda ko'rganman. Uni sevib qolmadimmi? Xudo guvoh, juda sevib qoldim. Dadang yaxshi odam bo'lib chiqdi. Inson bo'lib chiqdi. Oyi, dadam meni yoqtirmagan odamimga uzatmagan bo'lardi. Qizim, akangga ham senga yaxshilik tilaydi. Yaxshi bo'lishingni xohlaydi. Qara, sabrini keyin sevib qolasan. Oyi, men boshqasini sevaman. Jam. Bu gapni og'zingga olma, bolam. Bo'lmaydi, oyijon.
bunday bo'lmaydi. Axir aytgan hamma ishingizni qildim. Gapingizni ikki qilmadim. Akam istamagani uchun universitetga bormadim. Lekin bunisi bo'lmaydi, ishoning, bo'lmaydi. Bilmadim, qizim boshim qotib qoldi. Akang ham seni baxtli bo'lishingni xohlaydi. Oyi, men sevgan odamimni yonida baxtli bo'laman. Siz ular boy, to'q yashaysan dedingiz. Bular Qadr amakilardan ham boyroq. Ishoning. Kim ular, biz taniymizmi? Yo'q, tanimaysizlar. Lekin men uni juda ham sevaman. Menga uni boyligi ham kerak emas. Yaxshi. Unaqa bo'lsa, kelib qo'lingni so'rasin. Oyijon, axir sizga aytdim-ku, dadam bilan gaplashaman dedi. Lekin sizlar xuddi tomdan tarasha tushgandek qilib. Yo'q, yaxshi. Mayli, agar uni shunchalik qattiq sevsang, u otasini ko'ndirsin. Agar niyati jiddiy bo'lsa, kelib qo'lingni so'rasin, qizim. Men akangni oldiga chiqib bor gapni aytaman. Seni yoqtirgan odamingga uzataman. Rostdan, oyijon, ishoning, uning niyati jiddiy. Dadasi bilan gaplashadi, keyin menga qo'ng'iroq qiladi. To'g'risi, u ham meni juda sevadi. Jonim, bu ishni bitta deb hisoblayver, qolganini menga qo'yib ber. Nima deyishadi? Bir qizga 10 kishi sovchi qo'yadi, ammo bittasi uylanadi. Ushbu film Aslonbek Studio Telegram kanalidan yuklab olindi. Nereye kadar bu pembe rüyalar? Anlasana artık ayrı dünyalar. Kalbin kırık olanlara aşktan öte köy yok, anlat sen soranlara. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz, kötü kız olmazsan.